Ushbu noqonuniy faoliyat yakka tartibda emas, balki oilaviy tarzda yo'lga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Xususan, 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi 1967-yilda tug'ilgan otasi hamda 1997-yilda tug'ilgan kompyuter dasturlash sohasida faoliyat yurituvchi ukasi bilan birgalikda xorijiy bir XBet qimor platformasi uchun maxsus Telegram bot ishlab chiqqan. Materiallarga ko'ra, mazkur bot fuqarolardan qimor o'yinlari uchun mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini o'tkazish jarayonini avtomatlashtirgan. Shu orqali internet tarmog'iga onlayn qimor platformasi uchun noqonuniy to'lov provayderligi tashkil etilgan. Ayni paytda xonadonda tegishli tartibda o'tkazilgan tintuv jarayonida, demak, 3 milliard 231 million so'm pul, 355.510 dollar hamda 230 yevro, shuningdek 76 ta bank plastik kartasi, 10 ta telefon, 40 dona fleshka va kompyuter jamlanmasi va 4 ta pul sanash mashinkalari tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi va tekshiruv ishlari davom etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi Python dasturlash tili yordamida yaratilgan mazkur botga o'zining oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilgan 76 ta bank plastik kartasini biriktirgan. Natijada qimor o'yinlariga mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini chiqarish jarayoni avtomatik ravishda amalga oshirilib, mazkur noqonuniy sxema qariyb 4 yil davomida faoliyat yuritgan. Ayni paytda tegishli tartibda tintuv va tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Siz ko'rib turgan bu joyda 8 ta VIP zal va eng zamonaviy jihozlangan 56 dona kompyuterlar borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tranzaksiyalar ko'zdan kechirilganda 80.331 ta holatda 4.037.000 AQSh dollariga teng bo'lgan jami 48 milliard 445 million so'mlik qimor o'yinlariga depozit kiritish va chiqarish xizmatlarini amalga oshirib kelganligi aniqlanib, hozirda ushbu jinoiy guruhning boshqa noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.